Bilaman, bu yerda odam bak ko'p, biroq belnoma ichimlik setib olib qaytib keladigan vaqt bo'lib qoldi. Sen acemden yirak dur. Birodar, nima deyotganligingni tushunmadim. Ağzını yum. Uning inovatli kartochkasini qaytirib be. Tezroq. Yana o imzo qo'ygan hujjatlarmi bor? Birodar, uqishmaslik bo'lganda qiladi. Aniqki, odamni xato to'nib qolganda qilsa. Shundaqmi? Kovik William. Seni azroq adablab qo'yimsan bo'lmagidak. Uringlar. Dagir basan ishterib yurarsan. Vel, ila. Ishkin. Oldinqisidan yaxshi besilibdi. Münevver qo'g'dug'uchi Kovik. Menga ishonsangiz bo'ladi. Siz eng yaxshi qo'g'dashdan bo'lasiz. Güzel ham Batur Will Ironis xuddi osmondan tushgandek qobil kuchlardan tashkillangan Los Anjelesdagi eng munavvar amallik saqlash shirkatiga boshlamchi bo'lib, orqa-orqadan eng xatarlik amallik saqlash vazifalarini yaxshi tamomladi. Tanrım, zaten ishongim kelmaydi. O ablaqlar meni aldamchi deb qoldi. Bo'ldi, qiling. Hozir degan qismat vaqti. Shundaq. Men nimalarni o'ylab ketdim? Biz xaridorimiz bilan ko'rishimiz, tijorat qilamiz, boshqa ishlarni o'ylamasligimiz kerak. Biroq oldi bilan soqchilar bilan ko'rishishimiz kerak. Ular hozirlik kelib boya yuz bergan voqeani tekshirdi. Ava bizning yangi xaridorimiz emasmi? Shundaq. İtaliyalik boy Fransiska, u o'zining birinchi filmi O'rmonliqdagi ayolning sarguzashtchisini ishlagilik kelgan. 130 millionga yaraydi. Kino cholpini bo'lmoqchi bo'lganlarni nima deydi? Film ishlaguchi. Siz cho'qimanglar. Ularning hammasining men bilan hamkorlashgisi keladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, u Italiya filmi Robert Pagining allabirun serak kelishdan to'xtab, xuddi dengiz sohiliga chiqib qolgan beliqdek to'ltonlab o'limni kutib turgan bo'ladi. Hay, men Will Ironis bo'lman. Liya xonim, bu yoq mening xizmatdoshim Negi Blanco bilan Kovik William. Siz nayt kelishgan ekansiz. Sizlar-chi? Siz mo'bat go'zalkansiz. Siz telefon berib qo'g'dug'uchi kerak deb ekansiz. Shundaq. Sizlarning kelganinglar bek yaxshi bo'ldi. Ular menga aytishga boshladi. Xuddi Yevropadagi o'xshashlar. Nima degan holjirlashgan. Muhabbat izhor qiluvchilar. Ular o'zlarini faqat kontrol qilolmaydi. Muhabbat izhor qiluvchilar biz bu xildagi dilolarni davomli bejirimiz. Adam yolg'iz boshqa yurtlarda yurganda xatar his qiladi. Shu men buni davomli yonimda ep yurayman. Bu bir xil tumarg'u deyman. Shundaqmi? Shundaq. Oilamizning tavarruki bir oltin qo'shqar, momamdan qolgan. Nagil bosam ep yurayman. Buni ko'p baqsaq bo'ladimi? Bu ish bizning tasavvurimizni ko'p qiyinda qiladi. Agar u rost bo'lsa, bu oltin qo'shqar 2 millionga yaraydi. Rostga.
Men eriqmalni tanıyalayman. Bo'ladi. Ben ikkimiz berib Fransiska bilan to'xtam tuzaylik. Siz berib o ish gaplar bilan ko'rishib beqing. Ma'qul. Xayrli kesh. Men sizlarni saqlab turman. Men saqchi Chovites. Bu yoq biz bilan mang'an. Mang'an? Nega? Men texi birdamdil tugaydi deb o'ylabdim. Agar oldin qapti 6 odam kelib ustundan shikoyat qilmagan bo'lsa, shundaq bo'lgan bo'ladi. Nima? Yo'q, sizning da'vatxonangiz balkim boshqa bir kovik bo'lsa kerak. Sen Kovik Williammi? Shundaq. Bu do'stim uchun. U bir tirik odam edi. Hey, men shug'u. Sizning xizmatdoshingiz Kovik William asan hayajonlangan odam ekan. Qarabni bilib aqli bo'lar ekan. Ishongim kelmaydi. Ko'nigimga qarang. Hey, birodar! O odatda bektemkin. Meni qiziq emas edi. Boshqalar uni tishiga tegib qo'ygan o'xshaydi. Bo'lmasa unda qilmaydi. Bo'ldi. Mening bilan birga bo'lganda cho'qim salobetlik. Salmoq. Qaysar bo'lish kerak. Kovik ana shundoq odam. Balkim uni arxivini ko'rgan bo'g'aydingiz. Shundaqmi? Shundoq. Hey, nima qilyapsizlar? Meni qo'yib desh. Sizlar ko'z oldimda shundoq ishlarni sodir qilyapsizlar. Men sizlarni meni qo'g'dizim deb taklif men ish terib bersin demagan. Men sizlarni ishdan bo'shatib aytaman. Senga izi bo'lish. Biz yana ko'rishib olamiz. Xodim chiqdinglarmi? Shunday qilib siz 3 qatimliq zarbining ziyonkashligiga uchirg'itisi bo'lib qoldingiz, ham qo'lga ilindingiz. Bu soqchilarning ko'zini bek o'tkirgan. Iliq cho'tis degan soqchimi pozitsiyasini yaxshiroq qilsa bo'ladi. Men ya qo'lga ilinmasa. Shundaqmi? Elimi vel uningga ko'p yaxshi gap qildi. Nurg'on kishi meni boshqa birsi deb qilyotdi. Qaraganda birsi mening siyoqimga kirib olib nomimni bulg'ayotganda qiladi. To'xtanglar, men bir narsani bayqadim. Teni? Soqchi darsi, federatsiya tekshirish darsi, xalqaro soqchi? Yo'lboslar birlashmasi. Ularning to'g'ridan qaraganda Fransiska bizni ishdan bo'shatibdi. U hozir Shanganliq jambat sho'lpini Jonini yallayapti. Ular qalayimqan so'zlayapti. Men Joniga aytgan, agar qo'g'diq bo'lishni xohlasangiz biz degan. Mening siyoqimga kirib olgan odamchi, uningda xabar bormi? Yo'q, bilamsiz? Fransiska o'tgan qatim Los Anjelesga kelganda Joni uningga shoferlik qildi ekan. Bu faqat uning mashina hadiyalaydiganligini isbotlaydi. Hargiz qo'g'diq bo'lish salohiyatiga ega ekanligiga vakillik qilolmaydi. Nima ish qilmog'iday? Uning maharati burundili yomon emas. Shundaq emasmi? Sizlarning hukminglar xato. Kelishgan turqi bo'lsa qo'g'diqchi bo'g'ilib bo'lmaydi. Bu ikkisining o'rtasida cho'ng farq bor. Hay, xayrli sahar. Bugun havo nima degan yaxshi. Aram elanglar. Nimaga aram olamiz? Bu o'yiningizni yig'ishtirib oling. Siz degan faqat bir viviska haqiqiy qo'g'diqchi emas. Kovikning toza achchig'i kelyapti. Uning bilishicha Joni bizning xaridorimiz Fransiskani tatib olibdi. Joni bizning sodimizni tatib oldi. Bek yaxshi bo'pti. Shundaqmi? Shundaq. Sana uning bilan ko'rishga bahona tepildi. Men sening bilan birga boraman. Mangaydi. Bitirlama. Yo'q. Endi siz bitirdimi? Ajizligingizni oshkorlab qo'ydingiz. Shundaqmi? Bu faqat yuzaki hodisa. Oh, kechirsizlar. Bundaq chirmishib ketganda ko'miganga silib olardim ya. Siz bilasiz, Negining uslubi o'zgacha. Qarayta bir nima. Undaqda bo'pti, sizlarni ko'rganimda xursandman. Albatta, siz degan bizning sodimizni tatib oldingiz-da. Aslida sizlarni xabarlantirib qo'yay degan. Biroq men hozir bak aldirash. Men tushunaman. Suyimligim, men qarab beqing. Rol og'anda buni kiysam toza maslashidi deyman. Shunisi sal shakvanroq ko'rinamdi nima? Ey, Fransiska, vel bilan nega esingizdimi? O, sizlarga men sizlarni ishdan bo'shatdim degan-ku. Men texmi yaxshisini topdim. Bu ishni mening deganim hisob, to'g'rimi? To'g'ri. Berib kinoringizni ishlang. Amaliyotda vel bilan nega meni izlab kelgan? Naytin kelgan bo'lsangiz, shu yerga keting, bulamdi.
bu ishni asli sizlarga demay degan. Uning sizlarni tashlab ketishi sizlarning azayonlar ko'vikning ifodasining nacharligidan bo'lgan. Bu mish-mish so'zlarni biz ma'lum. To'g'ri, u degan qo'g'dug'uchi ba'zi kichik ishlarning yuz berishidan xabar Undaqda uning bo'lmaydi. mashina to'xtatish maydonida boshqalar tegdi. Sog'ini mashinaning chog'ini teshiyotganini qanday tushundirsizlar? Kovik unda qilmaydi. Undaqda ayol kutuvchi uning maylik baxmaganligi uchun kechilik bazmixonni urib Kovik chaqirdi. unda qilmaydi. Qaysi kuni ko'chada uni saqchilar bilan urishdi deb angladim. Qaysi kuni u kolani amay avtomatik mal setish mashinasini chiqib ketdi. Yana qaysi kuni mashina haydab ketib yetib uchirgan odamga vaqirab ketdi. Balkim bu uning davomli kechikib kelishining sababi bo'lsa kerak, yo'lda saranglab qolib. Menimcha Kovik kasal bo'lib qolgan o'xshaydi. Ilishib qilish kasaliga giriftor bo'lib qolgan o'xshaydi. Kayfiyatim turaqliq emas. Kechiringlar, sizlarga aytib qo'yishim kerak. Faqat birla chora bor. Amal qilib to'sib qilish. Demakchi bo'g'inan uning barliq do'stlarini yig'ib uni to'g'ri. Ey, birodar, bo'ldi qil. Birodar, bo'ldi qil. Unda qilma. Yo'q, nima qilmoqchisan, ha? Yo'q, unda qilma. Hey, qo'lingni tort. Men seni qo'lingni tort deyapman. Yo'q. Birodar, sen ish Kela Kovik. Shundaq, men Arbokan ko'chisida. Men boshqalarning zarbasiga uchirdim. Tez kelinglar. U bir qora tanlik, o'rta bo'y, soqol qo'ymagan. To'g'ri, u meni bayqab qoldi. Ketmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, tez qochaylik. ular janubga qarab qochdi. Yana avarchilik tug'dirdimi, Kovik? Ular meni urdi. Ovozdan nemdiga yiqimsiz. Uni qo'ysal, what? Kovriya, yaxshi. Hozirda bu yerga ko'chib kelgim kelyapti. Qandaq? Rahatmikan, ha? Ha, rahatkan. Nəhayət əfsus, bu qızlarni ep qilishqa bo'lmadi. Shundaq. Men aytgan bu yer menikidir. Qandaq qilishni bilamsizlar? Bu qizlarni o'ynab bo'lib, shaltig'ini kovutga tashlab beramiz. Menimcha unda qilsak toza muvofiq emasdek qiladi. Bu Kovik degan bir qism mo'yim arboblarni to'niydi ekan. Xotirjam bo'linglar, men uni so'ltivatdim. Qarab boqaylik, u bizga nimalarni qoldirib qo'ydiki. Bu nima? Fransiska, Liya, Italiya mehmonsaroy. Kun tartibi. Oltin qo'shqar. Bu narsa 2 millionga yaraydi ekan. Voh. Hammasi bizning bo'ldi. Endi o qilayotgan ishimdan gumon qilmaydigan sen. Bo'ldi qil, unutib ket birodar. Men demagan bo'lay. Davomlashtiraylik. Nayt yaxshi. Navbatdagi vazifamiz Kovikni ujuqtirib o'tish. Mangulik. Ko'zoynagimni kim dasvatdi? Sen. Hey, burada. O kolva. To'g'ri, kolva sen deyapman. Uni tafsal. Men qilmadim. Hey. Bek yaxshi bo'ldi, yaxshi bo'ldi.
Ha, yaxshimisa? İsmim Kovik. Mening ismim Kovik William. Ay. Bo'ldi, urushmanglar. Kovek, xo'jayining seni kepillikka oldi. Ishini och. Cho'qim de. Tani bakka. O'zingning sattarlaringni aniq ko'rinmaydiganda qilasan. Apangmi senga o'xshash batbash erim, ha? O ablah. Biz keldik, Fransiska. Siz mening bilan birga bering. Bo'ladi, oldi bilan. Jon jigarim, uni elib olishim kerak. U meningda tursin. Bak yaxshi bo'ldi, sevimlikim. Balkim u sizga omad olib kelishi mumkin. Rasman. Siz bu ramkani chiqartibsiz. Falokat. Bu nima deganinglar? Men hargiz unda ishni qilmayman. Qarag'anda ko'ngil etishni xeyli biladigansiz bo'ladi. Yalang'ochlarning ichida Oqsaroyning begzodlaridan o'ta po'xirlashib ketibsiz. Bu mening emas. Shahvani filmlarini ko'rishni yaxshi ko'rar ekansiz. Faqat ishongim kelmayapti. Men ko'rib boqay. Birisi o'muchingizni o'g'irliqcha ishib bo'lganda qiladi. Balki u 6-chi sahibcha bo'ldi. Kovik, bizda yo'shirishingizdan hojat yo'q. Biz degan bir oylik kishilar. Parvardigorim. Shuni sizning shaxsiy turmushingizdan shunday qalayim qolishib ketgani bilan qaringiz bo'lmabdi-da. O'zgarib shahvanlashib ketishingiz mumkin. Biroq o'zingizni bunday tashlayotganingizga odamning ishongingiz kelmaydi. Men masalaga daydab turgan. Bu sazon beliq piysa qatlamisi. Biroq men azaldan beliq yemayman. To'g'ri. Yana bu piysa qatlamisi pishirilganiga 18 soat bo'lmabdi. Chunki Italiya qiysi 18 soatdan eshib kelsa, yo'g'ilishib oladi. Buningdan men xabaringiz bormi? Men haqiqiy qo'g'dug'icha emas, biroq bu boshqa ishlarni tushuntirib beramaydi-da. Aqlsiz. Quloq selinglar. Muhimi men ketgan bu 2 kunda cho'qim birisi bu yerga kelibdi. Sizning siyoqingiz kirib olgan yiliq odam nima uchun? Mening ansiravatqinim u Liyaning arxivini olib ketibdi. Uning ichida Liyaning barliq materiallar bor edi. Yana uning ish kun tartibi bor edi. Hech qisi yo'q. Uni Joni qo'g'dayotdi. Bo'ldi, mangayli. To'xtang. Ko'zam, to'g'ri bo'lmadi. To'g'ri emas. Chidirni yilpiz odam o'rvatgandan keyin sizda bir xil g'azablanish kayfiyati bo'lishi kerak. Tabiiy. O'zingizni erkin tuting, erkin. O'shingizni ketib yiqilishingiz texmo tabiiylik bo'lishi kerak. Mayt yaxshi. Yana bir qilaylik. Bo'ldi. Barliq hissiyotingizni chiqiring. Ne yaxini? Hay. Biz bilan men. Men kino ishlayapman. O'zingiz kim bo'lasiz? Bizni Kovik evatdi. Siz xatar ichida qoldingiz. Kovik William, uning faqat quruq nomi bor. Meni qo'g'dayotgan odam bor. Shundaqmi? Yanalar meni qo'g'dig'im yaxshiroq. Meni qo'yvat. U cho'shqa. Uni qo'yvat. O kim o? Ajdahani ko'rmagan bo'g'aysan. Hozirli uning sandaklari qanday qabul turganligini bilib qolsan. Shundaqmi? Eskilarning quroli bo'lmaydi-ku deyman. Albatta.
Tez mangayli. Çapsan başını çıkar. Nega bormiz? Oltin qo'shqan nimaga ba? Qasam qilman, menda emas. So'zla, tez bor. Men yanılib tushunamadim. Bu yerda nima qilamiz? Sehri kuchingizda joriy qildiring Kay. Ularning o'rnini muqimlashtirib bering. Biz izlamoqchi bo'lgan heliq odam mening yon telefonimni shu o'g'irlagan. Mening yon telefonimga telefon qiladi. Men telefon qilamdi. To'g'ri. Burungi qiz do'stimning nomida uning bilan so'zlashing. Yaxshi. Siz meni uyingizdagi ashu simalqodilarga o'xshatyapsiz. Voy. Kovik. Yadingizdami? Men Cross 1.60 m. Altın chash tabiiy. To'g'ri. Uzun paychoq. Badanim kelishgan. Ko'zim ko'k. U menim kiydiz deydi. Deb bering. Men kasbiy forma kiyib oldim. Sirtimga qisqa ko'ylak kiygan. Siz nima qilmoqchi? Yo'q. Men unda qishni qilmayman. To'g'ri. Hozir bo'lmaydi. Hargiz mumkin emas. Men burun unda qishni hargiz qilib boqmagan. Rost. Bu atlas mo'sha tarafga. Nima yedigan? Meni tepib oldim deb o'ylaganmidim. Sana xo'jalik tilayman. Oq yo'l bo'lsin. Yo'q. Kovik, sen qo'lga ilinding. Nima uchun? O't qo'yding, partlatding. Yana kelib meni 1 minutmi aramimni qo'ybiding. O'rningda tur, qo'lingni beshing qo'y. Tezroq. Ot. Uni qo'ysa. Qaytib kelsan-da. Shuna taqa. Yana boshlandi. Ura! Yaxshi, ura! Mana echqanning oqibatini ko'rib. Bo'ldi, urushmoqlar. Bo'ldi, urushmoqlar. Bir chatni ko'r. Shinosh. Bodak, sen qo'yib berilding. Chiqa. Adab qoidan uyini bandan qaytib kel. Ey, Kovik. Agar seni sirtda uchirtib qolsam, o'ltirib yetaman. Shundaqmi? Nima? Meni urg'un bormi? Meni qo'rqidi debsan, sen de qo'rqamda. Chiqib ketsamlar, seni cho'qimiz deyman. Sen mi chiqqan Kovik? Tez bo'l. Shuncha tezmi? Bek yaxshi bo'ldi. O, yoq bu yoqqa. Singling seni yo'qlab ketdi. Singling? Shita taqa. Parvardigorga shukr. Sizga hech nima bo'lmaganmi?
Apam sizden çataq çıqqanını anlap, ciddileşkenidan ağırıp yetib qoldi. Cho'nglar bizdan doim ham qilib o'tadi. Agar biz oila tavobat dedigan bo'lsak kirgizmaydi. Shirkatning nomi bilan kelgan bo'lsam, kirgizmaydi. Chiqinglarning meni yo'qlab kelganinglarga rahmat. Bilamsiz, asli ayolingiz chiyasini kelaydigan. Vil er-xotinlarni ko'rishilmaydigan deydi. Nima uchunligini bilmadim. Ağla, biz o pis aqatlimizni ekepegen adamni tapdık. Sazan beliq pes aqatlimsi? To'g'ri. Kay uning ta'riflab belgini bo'yicha kompyuterda uning rasmini sizib chiqdi. Sizlar u saqta ablaqni topdinglarmi? Uning ismi Ayvod Sino ekan. U naytimi yomon qo'ymichi ekan. To'g'ri, xuddi kinolardagiga o'xshash ko'p qatim boshqalarning siyoqiga kirib olgan ekan. Aynan o'xshashdir ekan. Biroq u chaqda siz o'zingizga o'xshamay, boshqa bir odam sizning siyoqingizga aylandi ekan. Siz sezib qolgan chog'ingizda u allabirun boshqalarning siyoqiga kirib oladi ekan. Kechir. Bu yerdan chiqib ketgan lekin uni hargiz bo'sh qo'yib yotmayman. Menga yordam qiling ve. Tezdan uyimni berib, men taalluq bo'lmagan narsalarni yig'ishtirib. Bo'ladi. O'sha pis odam boshqasini qasamni ko'nglim elishidi. Yaqin bag'im yo'q uningga. Kovik. G'ayratligirak bo'ling. Ishning yaxshi tarafini ko'proq o'ylang. Mayli qandoqli ish yuz bersin-mu, hargiz umidsizlanmang. To'xtang. Siz degan uning singlisi. Qarindoshlik mehri cho'nqir bo'ladi. Kelgininglarni qarshi olamiz. Bu joy so'zlashga qulaydi. Hech kim bu yerga kelib avar qilmaydi. Aytdim-ku, menda oltin qo'shqari yo'q. Uni Milanga olib ketgan. Tag'amga saqlab berishga bergan. Agar yinimda bo'lgan bo'lsa, bunchalar peshkanlik uchirmagan bo'lardim. Rost gapni desam, sening artistlik mahorating bak nachar ekan. Bir ishga bak qiziqyapman. Agar senga kinoda biror rol bersa, bu yerdan bu yerga jo'g'an tojiqni qandoq uyushirasan? Meni qo'l silishga majbur qilma. Chunki men rahim qilmayman. Men rostla menda yo'q. Masal turib kelay. Uni tutinglar. Bu mening angishtarim oltin qo'shqarni bo'lmoqchi bo'lardi. Men uni ham xiyol qilma dedim. Shundaq sizdimi yo'q, mendami yo'q, bu yerdami yo'q, men ketdim. Ketay. Men ularga burunla aytgan. Qayerda? Bilmayman. Jollo. Tangrim. Rasma. Mushunda ham to'g'ri kelgan bormi? Uni bog'lab qoldirib qo'yinglar. Odamni ko'proq tepinglar. Ondan sen bizni Jonning qishig'i boshlab ba, bo'lamda. Fransiska nega ham Kovikni hech nardan topqila bo'lmadi. Nega keyindagi qarg'a etish maydonida sig'dirmay qolgan energiyasini qo'rqitadi. Kovik bo'lsa turmida. Yana kirib ketdimi? Uning ta'li ta'tir kelyapti. Yaxshimisizlar? Velqini. Chiqinglar uydan chiqib ketgan peti uni ko'rmadim. U Kovikning uyidan qaytib kelib mush yerda o'xshashimiz degan. U yolg'iz ketganmi? Nima bo'ldi? Ayvod allabirun ketdi. Undaqa emasmi? Nega meni aşağıdan izlasin? Johnny. Telefon sayırdı. O bizga daxl qilmasin. Siz o ayoldan ara deganda qutuldingiz. Ondan qutulmadim. Yuturib qo'ydi. Shu bu yerga yordam so'rg'il kelib ekansiz-da. Nega o'tinib qolay, undan qilma. Fransiska yo'qolib ketdi, men yordamga muhtoj. Siz menga telefon qilib qo'ymaysiz. Te xaridorimni tortib oldingiz. Men tortib olmadim. Undaqda sizni xato ayblabdim-da. Men bir kalva. To'xtab turing, nega? Sizga bo'lgan ko'nglimni tushunasiz. Biroq bu qatim odamning hayotiga taqishadigan ish bo'lib qoldi. Menga yordam qiling. Bo'ladi. Undaqda uning amaliyat ko'z-ko'z qilib yurgan angishtir qani. Oltin qo'shqar, u mening yenimda. Tutqun qig'ichilarning nishoni o'sha oltin qo'shqar. Undaqda menga yordam qiladigan bo'libsiz-da. Ahvol qarab boqay.
Bayıq sözlərimni keçir tələbsiz. Ular qani? Tanrımga rahmat. Endi qutulub qolgan bo'ldim. Ular meni bu maxluqqa bog'lab qo'ydi. Ularchi? Jonnining uyiga oltin qo'shqarni bulg'ili ketdi. Ular yana vilni tutib ketdi. Ay, meni bo'shtib etding. Vaqtim yo'q. Sarang bo'ldingizmi? Meni mushunda qilib tashlab qo'yamsiz? Meni o'zingizning qo'g'dig'isi deb o'ylab qolgan o'xshamamsiz. Biya haqiqatan yaxshi ekan. Rahmat, yoqtirdingizmi? Parvardigorim. Joni, sizga desam, ayotga o'xshash odamlarni ko'p uchratgan. Ularning maqsadiga yetmagicha bo'ldi qilmaydiganligini obdan bilaman. Kelganingiz pek yaxshi bo'ldi. Siz buni chiqib olamsiz. Albatta. Sizmi chiqib olaysiz? Chiqib beqing. Chaqchaqimmi? Chaqchaqig'im yo'q, chiqing. Meni koldirlatmay, nochi bo'lsangiz, avval siz chiqib beqing. Nima? Meni chaqamaydi demsiz? Chaqsangiz hisob. Bo'ladi. Yomon ekansiz. Sizga keldik. Endi siz chiqing. Qo'lim zaxmlanib qolmas. Yo'q. Men o'gitay. Siz yetaklang. Kuchni bir nuqtaga markazlashtiring. Bo'ladi. Zehningizni chiqing. Qarg'iling. Tez altın qo'shqarni topshir, bo'lmasa uni o'ldirib yutaman. Uni bermang. Yaraysa saqlab berganing rahmat. Endi hamma ish oyoqlashdi. Buni epinglar. Eng yaxshisi ularni qo'yib, bo'lmasa da shahargiz bo'sh qo'yib etmaydi. Dasha degan kim? U xosiyatli odammi? Xata, terik shu. Nima? Ularni o'ldirdinglar. Qimirlashma. Bitirdimi? Uni qo'yib et. Altın qo'shqarni ep ket. To'g'ri, u to'g'ri aytadi. Bo'ldi, biz mangayli. Ma ish bo'lmadi. Undaq yaxshi.
Taxtay nima be? Kesmem. Ağlam, əgər mən kəsbi qoğduqçu boğamısam, ağam pişotdan birini tepib önüne ötken bolar idim. Ağamçı yo'q. Agar siz kasbiy qo'g'diqchi bo'lgan bo'lsangiz, biz bugungi kunga qolmagan bo'lar edik. Nega? Bayram qiluvchi degan kinodagi o'g'izga ko'rinish aytsangiz-da. Odam shotda. Odam shotda. Şey, ben sizga keldim. Yo'q, men odam shoti bo'lmayman. Unda siz sakrab o'ting. Yaxshi, boshlandi. Yaxshi deb turasiz. Sizniki keldi. Sen? Nima? Pichoqni tashla, tez tashla. Odamlarim atrofda buyruq kutib turadi. Yana saqchilarmi bor? Ularmi keldi? Hammasi sening taslim bo'lishingni kutib turadi. Meningcha natoyil. Sen qo'rqding, titrayapsan. Kovik Williamga ozroq o'xshamaysan. Kovik William, men uning rolini o'ynayotgan. Kovik William har jihatdan undan kuchli. Meni Kovik William emas dema. Haqiqiy Kovik William men. Kovik William. To'g'ri, men Kovik William. O'zing kim? Seni oxiri topdim. Oh, kalva. Sen beksetkensen, hem de iniq gördüm. Rahmat sizga. Bugün şundak unutayıp kaldı. Oh, yo'q. Demakchi menki dashadimi mushti qattiq odam borkina. Eğer biraz kirib qalsa, onu men urib yiqitib dersiz. Bo'ladi. Ber. Siz urdingizmi? To'g'ri. Men urib yiqitib etdim. Bir mushkul. Yelpiz adam o'rmonlarni vayron qilyapti. Menga jangovar kuch qudrat ata qilgin. O'zingga ishongan o'rmon ilohi. Fuqarolar sana muhtoj. Bu mo'min meni sevgitib qo'ydi. Tez bag'in, tez berib iloh tarixining sharbitini ep kel. Ma'qul, men baray. Men berib iloh tarixini topay. Uning sharbitini ep kelay. To'xtang. Nayt yaxshi bo'ldi. Nayt yaxshi o'rin dedingiz. Yana bir kelaylik. Fransiskaning Velga bu filmdan rol berishni o'ylamabdimi? Oh, Tangrim, endi ozroq aram ilib olgan bo'ldim. Men bu tipdagi rollarni yaxshi ko'raman. Joni bilan nega qani? Jonining uyida. Uy tozalaymiz deydi. Shunchaki falokatlarga uchrabmi, yana yishni bo'lmabsiz-da? To'g'ri, men bayatiga bir qitim ayvotning siyoqida yasanib keldim. Endi u xeyli uzun bir mezgil g'oyib bo'ldi. Bir nim demak pas. U ayvot degan xilini qahvash ablah ekan. To'g'ri, u odamning ishki dunyosiga so'qinib kiralaydi. Kovik,
Mashinamga chiqib ssenariyni selishtirib beramsiz. Albatta, xizmatingizga tayyorman, Umuqo. Aybga buyurmag'aysizlar, xanim. Kovik, o'tganda qavoqxonada kelgan turqingizga ancha o'xshamaysiz-ku. Men degan o'zgaraydigan odi.